Ba'zi holatda yuringlar, mazza qilib o'tirib kelaylik, biror joyda taomlanamizmi? Ba'zimiz iymonlashaylik, bir-birimiz laqillashib o'tiramiz deymiz-da. Ilohim iymonlashaylik, to'playlik bir-birimizni. Sahobalar, "Ey Bilol, azon chaqiring, bir huzur qilib namoz o'qiylik" deyisharkan. Biz o'sha huzurda namozdan topyapmizmi? Xabar bo'lmanglar-u, Makka Mukarrama, Madina Munavvarada o'sha huzur namozi bor. Uyga borib ham shunaqa ado etish kerak. Sajdalar, rukular, o'zi sami Alloh liman hamida deganimizda eshitib turgan Alloh deyapmiz. Robbana va lakal hamd. Ey hamdlarda egasi mehribonim deyapmiz. Va sajdaga borganimizda subhan robbiyal a'lo deb Allohni maqtayapmiz. Ota-onamizni bas, payg'ambarni bas. Faqat Robbimizni maqtayapmiz. O'shani his qilish kerak. Aytiladi, Sura Fotiha Qur'onda onasi Ummul Qur'on. Yasin Qur'onda qalbi. Men buni juda ko'p ma'ruza qilganman. Hamma buni satda olimlar Toshkent, Qo'qon, Qozog'istonga borganimda ham so'rashganda, mana shuni bilmayman 10 yil ma'ruza qildim. Bir qorichani namozini gapirib berganim bo'lgan voqeligida, bir yili biz Andijon shahriga borganimizda bir qori tilovat qilyapti ekan. Yoshgina yigit ekan, 11 yosh. "Ona o'rgilsin jonim balam" deb o'tib ketdim-da, yig'laverdim. Keyin shu balani uyi qayerda ekansa, qo'shnimiz, ona otasi o'tib qolgan, bobosi bilan turadi dedi. Keyin kirib, hali bobolardan da oldikda suhbatlashdik. Hali boborasi juda ham mo'ysafid, juda ham bir endi juda qari odam ekanlar, soqollar, nurli odam ekanlar. So'rasak, aytdilarki, o'g'lim 11 yoshga to'ldi, murattab qori bo'ldi. Qori bo'lgan kuni xatimga o'tdim bobojon deb kelib yelkalarimga osilib oldi. Shunda betlarimdan o'pib, yelkalatib, 2 rakat shukr namozini o'qib, ota-onasini haqqiga duo qildim. Mana sizlarga tojni yaratib qo'ydim, vasiyatlarini ado etdim. Onasi tug'ib o'ldi, otasi 5 yoshga kirganda o'lib qoldi. Shunda bobojon, men ham namoz o'qiysiz, qarab turing dedi. Namoz o'qiganda Fotihani o'qib, zamiga Yasinni o'qidi. Undan keyin ikkinchisiga Fotihani o'qib, Taboriyni o'qidi. Har bir rukularda shuna uzoq qolardida sami Alloh liman hamida deganda tomoqlaridan yoshlar oqib tushardi. Va subhan robbiyal a'lo